Amir Temur Hindistondagi yurishi paytida ko'ngliga qanday niyatni tugib qo'ygandi? Gap shundaki, sohibqiron Hindistondagi yurishi chog'ida agar Samarqandga salomat qaytib borsam, bir jome masjidi qurdiraman deb niyat qilib qo'ygan edi. Shuning uchun Samarqandga keliboq masjid qurishni buyuradi. 1399-yil mayda Fors, Ozarbayjon va Hindistondan keltirilgan 200 tosh-tarosh usta ishni boshlab yuboradi. Tog'dan tosh keltirish uchun Hindistondan olib kelingan 95 fildan foydalanildi. Mamlakatda ma'lum bo'lgan barcha me'morlar va hunarmandlar ishga mashg'ul edi. Sohibqiron Samarqandda bo'lgan kezlari har kuni kelib masjid qurilishini nazorat qilgan. Ali Yazdiyning yozishicha, masjid qurilishi yakunlanganidan so'ng sohibqiron Dilkusho bog'iga borib to'ylar berdi hamda ustalarga to'nlar kiydirib, ularni otlarga mindirdi. O'z davrida masjidi Jome Buzruk, ulug' jome masjidi sifatida shuhrat qozongan. Amir Temur saltanatining shuhratini, bunyodkorligini namoyon etgan bu tabarruk inshoot bugun ham Samarqandga ko'rk berib turibdi.